Ey qizginam, sen uning uchun quyidagi 10 xislatni ado etsang, oilada mas'ud va baxtiyor hayot kechirasizlar. Hojangning moli va ashyosiga e'tiborli bo'l. Isrof qilma, avaylab asra. Chunki uning mol dunyosi senikidir. Eringning qarindoshi va yaqinlarini izzat, hurmat qil. Bu bilan hojangni hurmat qilgan bo'lasan. Eringning sirlarini boshqalarga aytuvchi bo'lma. Uning ishonchini yo'qotasan. Hojangning amriga osiy bo'lma. Uning dinga to'g'ri keladigan barcha buyruqlarini ado qil. Shuni yaxshi bilib olki, hojang xafa bo'lganda xursand ko'rinishdan, u quvongan paytda g'amgin bo'lishdan o'zingni ehtiyot qil.